Leksimizi davamlaştırmaz hürmetlik vatandaş. Bugünkü İslah 2022 yıl 6. ayının 5. günü. Yukarı leksiyanın devamı. Hani şundak. Sabah gubernatör Çinçengo saççılığı sözlügen sözleri de hükümet ki xiriz kılıdığan her kandak Uygur'unu avval etip taşlap ondan dokulat kıl dep sözlügen. Yeni baş kılıngan hüccetlerge asaslanıp halkara matbuatla tepsili meselelerini Cungo emeldarlardan Cungo'nun Amerika turuşluq baş elçixanası Fransiya, Angliya hem de başka devletlerde turuşluq elçixanalardan sürüştükildi. Lekin Cungo emeldarları alakadar meselelerge cevap vermedi. Cungo Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi qari quyuq ayblab xalqaro Cungoga qarshi kuchda mustamlik Uyg'uriston Şinjan vaziyatiga qari surkidi deb ko'rsatdi. Şinjanda, yani mustamlik Uyg'uristonda Uyg'urlarga qaratilgan keng ko'lamda nazarband qilish, hukm e'lon qilish delilari, hujjatlari meselesi bo'yicha savol qo'yilganda Michel Barcheletning bir nafar bayonotchisi mundaq ko'rsatdi. Bu material hujjatlarni dalillashga mumkin bo'lmasimi? Ko'rdingizmi bu gapni? Xalqaro jamiyat dalillab olsa, Michel Barcheletning bayonotchisi bu hujjatni dalillashga mumkinlik bo'lmasimi deyapti. Mumkin bo'lmasimi? Lekin bu materiallar bizning kuzatishimizga moslashadi deb ko'rsatdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq valisi sifatida Michel Barcheletning Cungoni va mustamlik Uyg'uristonni Şinjanni ziyorat qilishi keng ko'lamlik diqqat munozara qo'zg'adi. Ansirash ve tanqid keltirib chiqar. Ansirash ve tanqid keltirib chiqar. Cungoni ziyorat qilish mezgilida xalqaro muxbirlarning onunga, yani Michel Barcheletga hamroh bo'lishiga yo'l qo'yilmadi. Tanqidlovchilar asldagi tekshirish ziyorati Jungo Kompartiyasi hukumatining tizginlashi ostidagi bir maydon haqiqiy qiyofatni yoshirish, padazlash, tashviqoti bo'lib qoladi deb ansirgan edi. Tanqid qilguvchilar mundaq deyishdi. Yaqinda fosh qilingan Jungo Soqchi ministerligining ishki hujjatlari bilan xohlagancha qo'lga ilingan, hukm e'lon qilingan Uyg'urlarning suratlari, Uyg'urlarning keng ko'lamda nazarband qilinganligi, ularning ustidan hukm e'lon qilinganligi va bundaq nazarband qilishning, hukm e'lon qilishning mavjudligini yana bir qatam isbotlab berdi. Xolos, amaliyotda bundaq nazarband qilishning ko'lami sun'iy amro suratlari orqali jipidan jingnisigacha allaqachon oshkorlangan edi xolos. Lekin Jungo Kompartiya hukumati doiralarining ishki tashqi jihati xabarni qamal qilishi tufayli mutlaq ko'p sondagi Jungo fuqarolari Şinjanda, mustamlik Uyg'uristonda zodi nima ish yuz beryapti buni bilmaydi. Uyg'urlar bir millat sifatida zodi nima sarguzashtlarni boshdan ko'chiryapti buni bilmaydi. Muxbir mushuni toza xato qo'yibdi. Kuzatuvchilar va osonliq millatlar, huquqiy faoliyatchilar, osonliq millatlar, huquqiy faoliyatchilar mundaq ko'rsatishdi. Jungo Kompartiyasining xabarni qamal qilishidan boshqa Xanzular, ya'ni Xitoylar, Uyg'urlarning tortgan azoblardan xabarsiz qilishib, Jungo an'anaviy madaniyatning tarbiyasiga munosabatli. Bir necha ming yillardan taki hozirgacha
Cunguda sözleş hukukunu egellep algan Hanzula hakimiyeti. Yolga koygan muharep aman Hanzu milleti medeniyetinin ilgar medeniyet ekanligini ta'kidlab, az sonliq millatlar medeniyetini qalaq, yovvoyilar medeniyeti deb tasvirlab keldi. Davomini olasiz vatandosh.